Men sutli ona emasman. Afsonalarni rad etamiz. Bizning oilamizda barcha ayollarda sut kam bo'lgan. Biz shunaqa sutli nasldan emasmiz. Ba'zan bo'lajak yosh onalar bolani ko'krak suti bilan boqishga qodirligiga shubha qilganda shunday deyishadi. Lekin bu afsona. Tadqiqotlarga ko'ra, atigi 3% ga yaqin ayollar bolaga kerakli to'liq sut hajmini ishlab chiqara olmaydi. Boshqa hollarda sut etishmasligi uchun juda tushunarli sabablar mavjud. Masalan, ilgari bolani faqat soatiga qarab emizish tavsiya etilgan. Bu esa ko'krakni yetarlicha rag'batlantirmagan. Ko'pincha sut yetarli bo'lmagan. Erta qo'shimcha ovqat kiritish odat bo'lgan va odatda ko'krak suti bilan boqish 1 yoshga yetmasdan tugagan. Aynan shu narsa sutli bo'lmaslik haqidagi afsonani paydo qilgan. Ko'pincha onaga sut yetarli emasdek tuyulishi mumkin. Bola emizgandan keyin bezovta bo'ladi. Ko'krak yumshoq va bosh kabi seziladi. Sog'ilganda esa kam sut chiqadi. Lekin bularning barchasi subyektiv belgilar. Haqiqiy holatni esa faqat bolaning vazn ortishi dinamikasi ko'rsatishi mumkin. Agar u haftasiga taxminan 200 gram vazn qo'shayotgan bo'lsa, ishonch bilan aytish mumkin, sutingiz yetarli. Emizishdan oldin va keyin vazn o'lchashga hojat yo'q. Bu juda noaniq usul. Dastlab haftasiga 1 marta, keyin esa oyda 1 marta vaznni nazorat qilish kifoya. Yana bir narsa, ko'krak hajmi muvaffaqiyatli emizish uchun ahamiyatga ega emas. Shuning uchun muvaffaqiyatga ishonib, shubha qilmaslik kerak. Axir o'z bolasini dunyoga keltirgan har qanday ona odatda uni ko'krak suti bilan boqishga qodir.